ma'rifat chiroqlari. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar, aziz muxlislar. Alisher Navoiy rahmatulloh alayhining Hayratul Abror dostoni sharhi bayonidan navbatdagi eshittirishimizni e'tiboringizga havola qilishni boshlaymiz. Studiyada jurnalist Umida G'afforova hamda mavzu bo'yicha doimiy hamkorimiz Navoiyshunos tadqiqotchi Akrom Malik. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalamu ala rasulihi va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hazrati Alisher Navoiy qalamlariga mansub bo'lgan Hayratul Abror dostonini 18-maqolatini o'qimoqdamiz. Hazrat Navoiyda adabiy o'xshatmalarning eng oliy ko'rinishlari uchragani sababli ba'zan ularni tasavvur etish ham o'quvchiga qiyinchilik tug'diradi. Bu haqiqatni 4 yildan oshiq vaqtdan buyon hukmingizga sharhlab berilayotgan birgina Hayratul Abror dostoni maqolatlari va hikoyatlaridan ham anglab olish mumkin. Ramzlar, ishoralar, o'xshatmalarning biz kabi oddiy o'quvchi xayoliga keltira olmaydigan darajada ma'no chuqurlaridan qazib chiqarilganiga lol qolmay ilojimiz yo'q. Kirish qismidan tashqari yana shu kungacha 18 ta maqolat o'qildi, sharhlandi. Imkon darajasida ma'no va hikmatlar mag'zi chiqarib olindi. Ammo barcha navoiyshunoslar, adabiyotshunos olimlar ittifoq qilishganidek, Hazrat Navoiy asarlarining asosiy manbai Qur'oni Karim va hadisi qudsiylar edi. Ma'no jihatidan birgina oyat va muqaddas kalimalarning 70 ming sharhi bo'lganidek, Hazrat Navoiy yozganlarini ham birgina ma'no bilan chegaralab bo'lmaydi. Durdona baytlarni aql tarozisida tortib, tafakkur kemasida tashib, iymon quvvati bilan to'ydirib, ilm dengizida poklab, ma'rifat osmoniga chiqaribgina o'z haqiqatiga yetishtirish mumkin. Agar shunchaki o'qib, shunchaki xulosa qilsangiz, katta xatolarni bo'yningizga olishingiz mumkin ekan. Buni 18-maqolat hikoyatidagi voqealar rivojida ham ko'rish mumkin. Biz esa ayni payt Akrom Malik sharhini tinglab, hikoyatdagi ramziy o'xshatmalarni tushunishga harakat qilamiz. Endi bu hikoya sharhga muhtoj, chunki bu yerda aytilayotgan voqealarni agar xayolda tasavvur qilish qiyin masala. Chunki endi u o'tmishda ehtimol bo'lgan bo'lishi mumkin, ya'ni bunday narsa, lekin biroz qiyinroq. Bir chiroyli kanizak, u kanizakni podshoh o'zi yaxshi ko'radi, lekin bir oshni ko'rib unga kanizagini berib yuboryapti. Shuning uchun bu Hayratul Abrordagi ramziy hikoyatlardan biri hisoblanadi. O ramziy hikoyat, ya'ni ramz deganimiz bu yerda Hazrat Navoiy aytmoqchi bo'lgan fikrni ramzga o'rab beryapti. Boshqa hikoyatlarda bunday ramzni kuzatmaysiz. Ya'ni aslida bu hikoyatdagi chindan murod bu dunyo. Bu chinning kanizagidan murod demak yerdagi go'zallar, xalq, insonlar, insoniyat va podshohdan murod Xudoy Parvardigor. Ya'ni biz bilamizki, Hazrat Navoiyda ishq 2 qismga ajraladi. Ya'ni umuman olganda bu majoziy ishq va ilohiy ishq. Majoziy ishqni demak insonga bo'lgan muhabbat deb aytiladi, ilohiy ishqni haqiqiy ishq deb aytiladi va u majoziy ishq ko'prigidan o'tib erishiladi unga. Ya'ni inson sevgi haqida, muhabbat haqida bir his, tuyg'u hosil qilish uchun yoki bir muhabbat tajribasini olish uchun bir insonga oshiq bo'lish kerak deydi. Va bu ishq demak toza bo'lish kerak, pokiza bo'lish kerak, shahvatdan, hirsdan xoli bo'lish kerak deyiladi. Va mana shu kanizak Allohning yerdagi tajallisi, ya'ni qaysi ma'nodagi Allohning go'zalligini, Allohning ism sifatlarini tajallis mana shu kanizak timsol qilib beradi. Va o'sha yer yuzida oshiqman deganlar ko'p. Va oshiqman degandan keyin tabiiyki ishq
hayotda demak sinov paydo bo'ladi, imtihon paydo bo'ladi va bu imtihonga Parvardigor o'zi yo'liqtiradi. Ana shunda yolg'onchilarning yolg'onchiligi ma'lum bo'ladi, ular o'zini tanlagan yo'ldan voz kechadi, lekin rostgo'y sodiq oshiqlar esa o'z yo'llarida qolishadi va ular ana shu har bir nafaslarini, har bir damlarini, daqiqalarini muhabbat qo'yganlari mahbublarining, ma'shuqlarining zikri bilan, unga sadoqat saqlash bilan o'tkazishadi. Va bu albatta o'zini demak mukofotini, ajr savobini topadi. Ya'ni albatta maqsad hosil bo'ladi. Bu yerdagi demak hikoyatning ma'nosi shu. Ya'niki o'sha falak bir g'amxona bo'lsa, bu g'amxonadan qutqaruvchi insonni qutqaruvchi omil bu ishq, muhabbat. Ishq hamki o'sha Parvardigorga bo'lgan ishq. Ishq hamki Parvardigorga yetkazadigan pokiza ishq. Lekin buni inson hech oson bo'ladi, huzur halovatdan iborat bo'ladi deb o'ylamasin. U turli imtihonlar, turli mashaqqatlarga to'la. Va ana shu imtihonlar, mashaqqatlar ishq yo'lidagi oshiqni chalg'itib qo'ymasligi kerak. Uni o'zini yo'ldan qaytarmasligi kerak. Ishq qanchalik kuchli bo'ladigan bo'lsa, har qanday g'am, qayg'u, mashaqqat unga ta'sir qilmaydi. Uni yo'lidan og'darmaydi. Hazrat Navoiy aytmoqchi bo'lgan fikr shu bo'ladi deb o'ylaymiz. Hazrat Navoiyni bejiz salkam 600 yildan buyon ardoqlab, har bir baytiga oltin va kumushlar hadya etilayotgani yo'q. Shu kungacha Navoiy baytlarining sir-u sinoatlari ortidan yugurib, hamon oxirini topa olmayotgan minglab orzumandlar bor. Hazrat Navoiyning hech bir bayti biror harfi qadar ham eskirgani yo'q, eskirmaydi ham. Har bir davr u qanday ijtimoiy hodisalar bilan hayot sahniga kirib kelmasin, Navoiyning ma'no olamiga rahna sola olmaydi. Balki hamma asrlar uchun o'zining muhim vazifalarini o'tab boraveradi. Biz mana shu haqiqatni qabul qila olsakkina, bu aziz zotning insoniyatga qilgan buyuk xizmatlarini ko'ra olishimiz mumkin. Navoiyga o'zining past nazari bilan qaramoqchi bo'lganlarga esa hatto e'tiborni ham uvol qilmaslik kerak. Bilamiz, Hazrat Navoiyning har bir fikri dolzarb, xuddi boshqa mumtoz ijodkorlarning fikrlari kabi, g'oyalari kabi. Bugun adabiyotni ko'ramizmi, kinoni ko'ramizmi, teatr, tasviriy san'at bo'lsin, haykaltaroshlik bo'lsin, hammasida ishq muhabbat mavzusi yetakchi. Ya'ni aksar ijod namunalari ishq muhabbat mavzusi ustiga quriladi. Chunki bu odamlarning hayotida bu masala o'ta dolzarbligini bildiradi. Sababi ulg'ayib kelayotgan har bir yigit bo'lsin, qiz bo'lsin, muhabbat demak dardiga yo'liqishi tabiiy va bu narsa kuzatiladi. Va o'sha payt bu muhabbat dardi tahlil qilinish kerak. Ya'ni nima o'zi bu degan masala, ishq o'zi nima edi degan masala o'rganilishi kerak. Chunki insonning nafsi va qalbi bor. Demak, nafs bu ishqqa aloqasi bo'lmagan narsa, qalb esa ishq. Bu yerda yolg'on bir muhabbat bor va rost bir muhabbat bor. Rost va yolg'on muhabbatning farqi, demak, yolg'on muhabbat nafsga oid, rost muhabbat esa qalbga oid bo'ladi. Va aksar holatlarda insonlar buning farqiga bormaydilar, buni ajrata olmaydilar. Yolg'on muhabbat bu jismoniy istaklar bilan nihoyat topadigan va shu bilan o'sha yerda barham topadigan bir holat. Lekin haqiqiy muhabbat esa umrbod insonga hamroh bo'ladi. Va ana shu haqiqiy muhabbat va soxta muhabbatni o'rtasini ajratish uchun demak hayotda inson turli mashaqqatlarni boshdan kechiradi. Ya'ni hayotni o'zi buni ajratib beradi. O'ldim, kuydim deb sevgi muhabbat izhor qiladi, lekin biroz yashagandan keyin, birga yashagandan keyin bir-biriga toqat qila olmaydi insonlar. Va shu bilan o'zlarini va'dalaridan, ahdlaridan tonadilar. Va bu muhabbat deganda ko'pincha harom, to'g'ri kelmaydigan ishlar ham hayotda ko'p sodir bo'ladi. Va albatta bunday soxtakor tuyg'ularning oxiri voy bo'ladi. Shu ma'noda bugun biz Hazrat Navoiyni bu ishq haqidagi, muhabbat haqidagi qarashlari bilan tanishar ekanmiz. Xoh adabiyot ahli bo'lsin, xoh san'at ahli bo'lsin, xoh oddiy avom bo'lsin, xos bo'lsin, o'zlarini qalbidagi muhabbat deb atalayotgan tuyg'uni demak tekshirishlari kerak bo'ladi. Bu rostmi, yolg'onmi? Va rost haqiqiy tuyg'u juda kamchilikda bo'ladi. Modomki u tuyg'u yolg'on ekan, vaqtinchalik, havas ekan, demak nima qilish kerak? Bu narsaga e'tibor bermaslik kerak va bu narsani ustidan g'olib bo'lish kerak. Ya'ni unga ergashmaslik kerak. Chunki soxta tuyg'u, havaslar insonni oxir oqibat baxtsizlikka olib boradi. Chinakam tuyg'u esa unga har qancha kurashmasin, inson baribir g'olib bo'luvchi va uni mohiyatda poklik bo'ladi, soflik bo'ladi. Inson asl va soxta, nur va soyalar girdobida o'zini topmoq uchun tiriklik olamiga kirib keladi. Butun umrini soxta qarashlar, yolg'on tuyg'ular, aldamchi fikrlar, puch g'oyalar ortidan
quvib, o'tkazib yuborganlar kammi bu olamda? Inson umrida uchrashi mumkin bo'lgan eng avvalgi va hammaning qalbiga bir kirib chiqadigan ilk tuyg'uning o'ziyoq ba'zilarni shu qadamida to'xtatib qo'ya qoladi. O'z vujudida, qalbida sodir bo'layotgan tuyg'ular jangida soxtalik qurboni bo'lish uning keyingi hayotida ham inqirozlarni keltirib chiqaraveradi. Aslida inson hayotida arzimas bo'lgan hech narsa yo'q. Faqatgina ma'noning ikki yuzi bor. Shu yuzlardan rostini, aslini topish bilan inson ham o'zini topa oladi. Aks holda esa nafsining tuzog'idan chiqa olmay, o'zini topish uchun berilgan qisqa umrini arzongina sarf qilib yuborishi mumkin. Inson soxta tuyg'ularini idrok qilishga majbur, chunki u soxta tuyg'ular nafsdan kelyapti va u soxta tuyg'ular nafsning tuzog'i. Nafs esa insonni tuzoqqa tushirib olgandan keyin oxir oqibat halokatga, yomon oqibatlarga boshlaydi. Shuning uchun ham biz bu Hazrat Navoiyni bu demak ish haqidagi fikrlarini chuqur o'rganishimiz kerak. Va bundan tashqari avvalgi suhbatlarimizda ham ta'kidlaganimizdek, hayotimizdagi har bir ne'matni zikr qilib, har bir ne'matni fikr qilib uni qadriga yetishimiz kerak. Chunki ne'matlarni ko'ra olmaslik ularni shukridan bizni mahrum qiladi. Ne'matlarga shukr qilmaslik esa ne'matlardan bizni mahrum qiladi. Sog'miz, sihatimiz joyida, yeyishga nonimiz, ichishga suvimiz bor, do'stlar, ota-ona, hayot. Lekin biz o'zimizni baxtsiz his qilishda davom etamiz. Sog'lig'imizni, sihatimiz va boshqa ne'matlarni ko'rmaymiz. Ertaga esa bular bizdan olib qo'yilgandan keyin ularga biz muhtoj bo'lamiz. Demak, olib qo'yilmasdan avval unga shukr qilish va uni baxtini his qilish kerak bo'ladi. Insonlar baxt nima, baxtga qanday erishiladi deb savol berishadi. Va bu masalalarni turli suhbatlarda muhokama qilishadi. Kerak bo'lsa baxt haqida ilmiy ishlar yoziladi. Lekin aslida baxt inson o'tkazib turgan har bir onini xursandchilik bilan o'tkazish. Xursandchilik deganda oxiri voy bo'lmagan xursandchilik, ya'ni yaxshilikka olib boradigan xursandchilik. Ya'ni bu qaysi xursandchilik? Shukr xursandchilik yana. Demak, shukrona keltirish shodlik hisoblanadi. Odam shukr qilar ekan, qo'ldagi ne'matlarni ko'rar ekan, qalbida bir shodlik paydo bo'ladi, sevinch paydo bo'ladi va bu hayotni osonlashtirib beradi insonga yashash. Va shu ma'noda Hazrat Navoiyni 18-maqolada aytmoqchi bo'lgan fikrlari butun jamiyat uchun dolzarb hisoblanadi. Hazrat Navoiyning asarlaridagi o'zaro bog'liqlik, maqsadni alifdan boshlab xamsagacha yetkazishlari barkamollik belgisidir shubhasiz. Hazrati inson maqomining oliy darajalarini egallagan holda o'z ortidan boshqalarni ham xolis ergashtira olish va bu maqsadni o'z asarlarining oltin sahifalariga dur qilib terish uchun ulkan muhabbatga sohib bo'lish kerakki, biz buni his etmaslikka, e'tirof qilmaslikka haqqimiz ham yo'q. Har bir asari ruhoniyatida qo'llarida ilm va ma'rifat chirog'ini ko'tarib turgan Hazrat Navoiy siymosi gavdalanib turaveradi. Hazrat Navoiyni asarlarida tadrijiylik bor. Ya'ni bir masalani birinchi bosqichdan boshlab ifodalab, keyin cho'qqiga olib chiqadi. Mana shu ne'matlar shukri haqida gapirilganda ham birinchi o'rinda o'sha hayotni deylik, demak bir zindon ekanligi haqida gap boshlandi, falakni. Va bu zindonda g'am chekmagan deyildi, shukr qilgan deyildi va ne'matlar zikr qilindi. Ne'matlarning eng yaxshisi demak bizning nafasimiz ekanligi aytildi va undan ham yaxshiroq o'sha nafasni qanday qilib shukrni qilish deganda demak Allohga hamd aytish deyildi. Va undan keyin undan yuqori maqomi demak do'stlar bilan vaqt o'tkazish. Do'stlar bilan bo'lgan diydorni g'animat bilish deyildi. Va ana shu do'stlar bilan bo'ladigan aslida fursatni g'animat bilish bu muhabbat mavzusiga bevosita bog'lanadi. Zotan inson kimgadir do'st bo'lish uchun uni yaxshi ko'rish kerak, unga muhabbat qilish kerak. Va muhabbat esa tabiiy Xudoning yo'lidagi muhabbat, Allohni tanitadigan muhabbat bo'lishi kerak. Va mana shu shukrni hosilasi yoki shukr yetaklab keladigan bir maqom hisoblanadi. Shu jihatdan bu maqolatdagi o'sha zohiran bir-biriga bog'liq ko'rinmasa, maqolat va hikoyat aslida mustahkam mantiq bilan bir-biriga bog'lanib ketgan. 18-maqolatni Xudovandi Karimni demak marhamat bilan yakuniga yetkazdik. Kelgusi dasturlarimizdan boshlab 19-maqolatni sharhlashni boshlaymiz. Va 2021-yil kuz faslida boshlangan. 2021-yilni kuz faslidan boshlangan bu sharhimiz nasib bo'lsa ikkita maqolat qoldi, ya'ni 19-20 va yakuni qoldi. Parvardigor olam suhbatlarimizni hammamizga xayrli, manfaatli va foydali qilsin. Keyingi suhbatlarda o'zi sog' salomatlikda ko'rishtirsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
asri navoiy bu nafas muhtanam, lek degil har nafasi shukur ham. Soqiy o'lib men may rangin uchun, may demakim bir sanami chin uchun. Chini ayoqlar bilan mast et meni, chin elidek boda parast et meni. Qadrli tinglovchilar, siz Ma'rifat chiroqlari eshittirishida Hayratul Abror dostonining asosiy qism har nafasning hayot gulshanidan bir nasim ekani mavzusidagi 18-maqolatga ilova qilingan hikoyat sharhining so'nggi qismini tingladingiz. Suhbatdoshimiz Navoiyshunos tadqiqotchi Akram Malik bo'ldi. Eshittirishni jurnalist Umida G'afforova tayyorladi va olib bordi. Rejissyor Erkin Irismatov. Xayr, salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun tashakkur yaxshilar.